Asadbek Qahhorov u yutgandan keyin aytdi, Amirxon yutsa Amirxon bilan, Sayat yutsa Sayat bilan dedi. Shuncha yurgan bo'lsam, urushgan bo'lsam, menga o'zbekistonlik bokslarni Dostonda masalan oktagonligiga rosa ko'p aytganda, ikkita bo'yimdan keyin o'sha Dostonni beraman deganda, o'sha oktagonligiga. O'sha meni bo'yim qiziq bo'lib qolgan Doston bilan hammaga. O'shanda men aytganman, O'zbekistondan biz bayroqda urushamiz hammamiz. Bitta bo'lib, mana shu oktagonligida mana Dostonmi? Doston chiqadi, mana men urushdimmi? Mana shunaqa qilib, masalan, bir-birimizni poddeshka qilaylik va asli niyat shunaqada. Bitta ko'ryapman, qarosh turibdi, mendan kichkinada bu bola. Mendan kichkina bu. Hali Amirxon yutadimi, Sayatmi deb turib hali shu gapiryapti-da, yoki gapi yo'q, gapirarsan. Faqat shu yerda Amirxon akami yoki Sayatmi desa, men ham eshitib, gapi yo'qmi? Gapi yo'q, endi haqiqatan kamarga kelsang, kamarga urushamiz-da, iloji yo'q degan ma'no bo'lardi menda. Shunda eshitdim-da, dedim. Men dedim, shuncha dedim, O'zbekistonlik deb dedim, urushmaylik deb hali poddeshka qilsam-ku dedim. Bular chiqib olib urushaman, farqi yo'q menga hali. Dahshat-da gapirish aka. Keyin ko'rib aytdim-da endi. Men ham hozir shu bo'ydan keyin o'zim o'ylab qarasam, bu o'yin o'rmon ekan. O'rmonda ovga chiqayotgansiz, hamma o'z-o'ziga ekan aka. Tushunvoling gapimda aka. Men o'rmondaman, chiqsa ovlab ketaveraman hammasini. Faqat shu komandamdan bo'lmasa bo'ldi.